Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 9-oyning 20-kuni. Yaqindan buyon taratqularda Xitoy davlatiga ajallik zarba bermoqchi degan xabarlar tarqalgandan keyin Amerika CNN taratqullari va Reuters agentligining xabariga qaraganda 9-oyning 18-kuni Amerika hukumatining 4 amaldorining oshkorlanishicha, Amerika hukumatining bosh kotibi Mike Pompeo efendi Prezident Trump efendimga bir qisqa doklad sunuptu. O dokladda Amerika hükümeti Tayvanga 7 turlik qurol setib berdi ekan. O 7 turlik qurolning ichida o'tir musofirlik boshqarilgan bomba, aqlliq meni o'rnatgan suv osti bomba, yana uçquchisiz aeroplan bor ekan. Amerikaning donliq muxbirlari bu voqeani texmo to'g'ri dalillash uchun Pompeo efendidan qayta so'raganda kulib qo'yib javob bermabdi. Endi Xitoy tarafda bo'lsa, Xitoy davlati tarafdagi muxbirlar Xitoyning bayonotchisi Wang Wenbingdan Amerika hukumati Tayvanga 7 turlik ilg'or qurol setib bermoqchi, bu ish to'g'rimi deb so'raganda Wang Wenbing inkor qilmay turib, Amerika hukumati Tayvanga qurol setib berishi 817-nomerlik bayonotga nisbatan xiloflik qilayotgan bo'ladi deb terkib so'zlabdi. Endi hozirgi vaziyatda Amerika hukumati Tayvanning harbiy kuch, harbiy o'q-dori, sklad va harbiy kuchini tezdan kuchaytmasa bo'lmaydigan bu vaziyatni Amerika hukumati jiddiy hal qiladigan vaziyatda turibdi. Xitoy hukumati bo'lsa, mush yaqinqi 2 oydan buyon harbiy parxodlarini va biliqchi kemalari va aeroplanlar orqali Tayvanni qarshilik qilish, tahdid qilish harakatlarini olib beribdi. Ham hozirgacha davom qilyapti. Hatto Xitoy hukumati o'z degandek Tayvanni harbiy kuch orqali qaytarib olamiz degan gapiga o'xshash, Xitoyning hozirgi harakatlarimi shu degan gapiga o'xshab qilyapti. Mushu oyning 18-kuni Xitoyning 18 kurashchi aeroplani Tayvanning g'arbi, Tayvanning janubi g'arbi havo bo'shlig'iga uchib kiribdi. Tayvanning havo armiyasining kurashchi aeroplanlari darhol uchib berib, oldini to'sab, ogohlantirib, sizlar Tayvan dengiz bo'g'izining o'tir siziqidan uchib o'tib ketdinglar deb ogohlantirish beribdi. Xitoy havo armiyasining bergan javobi bo'lsa, Tayvanning dengiz bo'g'izida o'tir siziq degan narsa yo'q deb javob qaytaribdi. Bundan boshqa Xitoyning yer shari vaqt gazetidimi xabar e'lon qilib, bu xil harbiy manevr har vaqt urushga o'zgarib ketishi mumkin deb tahdid qildi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, Xitoy davlati bir chetdan harbiy manevr qilayotgan bo'lsa, bir chetdan Tayvanni tuyuqsiz besib olish g'arizining borlig'i chiqib turibdi. Bunda vaqtida Tayvan, Amerika davlati albatta urush tayyorligida turish kerak ekan. Bundaq vaziyatda Amerika davlati Tayvanga albatta yuqori iqtidorga ega qurollarni Tayvanga setib berdi ekan. Hatto Tayvanning harbiy kuchini Xitoyning harbiy kuchidan ustun o'ringa chiqardi ekan. Amerika davlati yillardan beri Tayvanga qurol setishni davom qilib kelgan ekan. Lekin u mezgilda Tayvanga qurol sotganda bir turli qurol sotadi ekan. Bu qitim Tayvanga qurol sotganda bir qitimda 7 turli qurol setib berdi ekan. Endi Amerikaning plani bo'lsa, bundan keyin Amerika hukumati Tayvanni qo'g'dab turib, Xitoy hukumatining adabini berishgan. Reuters agentligining bir xabari qaraganda, Amerikaning hozirgi yangi plani Tayvan orolini bir qal'aga aylantirishgan. Bu demak Tayvanning harbiy iqtidorini eng yuqori saviyaga ko'tarishgan. Yana bir plani bo'lsa, bu qitim Tayvanga setib bergan qurollarning ichida MQ-9 nomerlik uçquchisiz yo'q aeroplan ekan. Bu aeroplanning yana bir ismi bo'lsa, inglizcha Reaper deb ataydi ekan. Reaper deganning ma'nosi jon oladigan Azrail degan ma'no chiqadi ekan. Bu uçquchisi yo'q aeroplan maxsus Xitoy amaldorlarining kallasini oladi ekan. Xitoy harbiy mutaxassislarining faraz qilishicha, Amerika Tayvanga setib bergan o'tir musofirlik boshqarilgan bomba, aqlliq mengisi bor suv osti boshqarilgan bombalar, buningdan biz qo'rqib ketmaymiz. Biroq bu Azrail nomli aeroplan xatarlik deb faraz qildi. Bu demak Xitoy harbiy amaldorlari buningdan cho'chigan gap. Amerikaning o'tir musofirlik boshqarilgan bombalari suv osti bombalaridan qo'rqmasligiga sabab
Urush bo'lganda oldingi safda Xitoyning harbiy generallari, askarlari oldingi safda urush qilib, ulardan qanchalik odam o'lib ketsa, Xitoy hukumatı ancha parvo qilib ketmaydi ekan. Ammo Xitoy amaldorlarining ansiraydigini mushu aeroplandan ekan. Masalan, ras urush portlaganda Xitoyning qanchalik askari o'lsin, qanchalik generallari yo'qolib ketsin, Xitoy hukumatiga nisbatan bir kalisi o'lib qolgandeklam, o'lguchining oilasiga azroq pul beriblam ishni tugatadi ekan. Lekin bu uçquchi yo'q aeroplan bo'lsa, nishonli holda maxsus Xitoy amaldorlarining kallasini oladi ekan. Hamda har qaysi Xitoy harbiy rayonlarining amaldorlarining kallasini oladi ekan. Xi Jinping mo bu aeroplanning nishoni ekan. Bu aeroplanning ikki xil cho'ng iqtidori bor ekan. Birinchi xili bo'lsa, yuqori iqtidorlik razvedchilik iqtidori bor ekan. Hamda 6000 metr egizlik havo bo'shlig'ida turib, yer yuzidagi har qanday odamning chiroyini aniq farq qila oladi ekan. Bunda aytganda, Xitoyning normal askarlari ko'chada yursa gap qilmaydi ekan. Xitoyning generallari Xi Jinping sirtqi shunday chiqsa, darhol kallasini oladi ekan. Bu aeroplan yana bir jihatdan Amerika harbiy sunniy hamrohlarining uchurlarini darhol qabul qilib, hujum qilmoqchi bo'lgan nishonni texmi to'g'ri analiz qilib, nishonga unumli zarba berdi ekan. Yana bir xil iqtidori bo'lsa, bu aeroplanning uchish masofasi nihoyat uzun ekan. Normalda o'lcham bo'yicha bu aeroplanga butunlay o'q-dori, qurol-yarog'larni to'liq qochilgan vaqtida uning urush qilish uçuş mesafesi 1800 kilometr ekan. Agar bu aeroplan bir yoki ikki vazifani o'tash uchun ikki boshqarilgan bombani ilib mangsa, u chaqda bu aeroplanning umumiy uçuş mesafesi 5000 kilometrdan oshadi ekan. Hamda Tayvan bilan Beijingning, ya'ni Tayvan bilan Xi Jinpingning choy ichib o'tirgan yeriga qadar qo'sh uchish masofasi 1300 kilometr ekan. Agar Xitoy kommunist hokimiyati Tayvanga urush ichib qolsa, u chaqda Xitoy kommunist hokimiyati Xi Jinping va boshqa Xitoy amaldorlari, generallari hammasi yer ostiga kirib yoshirinvas bo'ladi ekan. Xitoy Tayvanga hujum qilsa, u chaqda Amerika bu urushga kiradi ekan. U chaqda bu urush xil bir mezgil davom qiladi ekan. Xi Jinping va Xitoy boshqa amaldorlari uzun muddat yer ostida yashashga to'g'ri keldi ekan. Agar Xitoy amaldorlari sirtga chiqsa, Azrail nomli aeroplan bularning kallasini olib ketadi ekan. Agar Xitoyning bosh amaldori Xi Jinping sirtga chiqmasa, davomli yer ostida yashasa, u chaqda bu Xitoy davlati qandoq bo'lib ketadi deydi ekan. Bu uçquchi yo'q aeroplanning qo'yib bergan boshqarilgan bombasi qarshi tarafga nisbatan psixologiyalik vahima paydo qiladi ekan. Bu qo'yib berilgan boshqarilgan bombaning ismi Do'zaxning o'ti deb atalib, bu boshqarilgan bombani Amerika hukumatı bir qitim ishlatgan ekan. Bu bo'lsa-mu Iranning bosh harbiy generali Sulaymanga ishlatgan ekan. Ayni vaqtida Iranning harbiy bosh generali aeroplanga o'tirib Iroqning poytaxtiga uchib ketdi. Hamda hech kimga bildirmaslik uchun aeroplan stansiyasining keyni tarafidagi bir skladdan mengib chiqib, bir mashinaga chiqib safarga mangmoqchi bo'ldi. Mana shu mezgilda general Sulaymonning beshida qarab turgan 6000 metr egizlikda bu o'layman deb qarab turgan uchquchisiz aeroplan Do'zax o'ti degan boshqarilgan bombani general Sulaymonga qo'yib beribdi. Bu boshqarilgan bombaning uchida 6 parcha qilich shaklida pichoq bo'lib, general Sulaymonning jasadini 80 parchaga aylantirib etibdi. Aslida boshqarilgan bombalar orqali portlatib yo'q qilyapsimi bo'ladi ekan. Lekin Amerika hukumatı general Sulaymon va general Sulaymonning atrofidagi shoykalari va general Sulaymonning hukumat xodimlariga bir xil vahima bildirish uchun general Sulaymonning jasadini go'sht to'g'irgandek parchalab beribdi. Bu maydonni ko'rgan odam bir umr qo'rqinish ichida yashaydi ekan. Mana shu voqeadan keyin Eronning amaldorlari hozir muzdek suv ichib, jim o'tirishga boshlabdi. Amerika hukumatı bu aeroplan va bu qurolni Tayvanga setib berishdagi maqsad Xitoyning amaldorlari navbat bilan qaysi oldi bilan Sulaymonga o'xshash do'zaxqa tayyor bo'lyapsizlar demoqchi ekan.